Assalomu alaykum. Bag'at Avtolider kanalini uzoq yaqindan tomosha qilib o'tirgan yurtdoshlar. Bugun 12 oktyabr 2025-yil. Salonimizda 2018-yilda ishlab chiqarilgan zo'r sassenada avtomat korobka Cobalt'imizni yakka qo'yganmiz. Shuni sizlarga bir qator obzor etib beramiz. Mashinamizni ko'rib turganlaringizdek zo'r sassenada kaskalari 100% toza. 4 tane yumshoq balon qo'yilgan. Metan gazla ustanovka qilingan. Mashinamizga shunday yaxshisidan chexollar qo'yilgan, oyoq tina 7G politlar to'shalgan. Torpeda chexollar ham qo'yilgan. Mashinalar ham shunday akkuratli holatda, bir kirchil chizilgan yer yo'q. Shunday holatda mashinamiz. Mashinamizda metan gaz o'rnatilgan. Ko'rishingiz mumkin. Eski joylar ham akkuratli turibdi. Kirchilib chizilayotganlari yo'q. Yuk bosib ezilib. Dallarni ham ko'rishdimi? Ko'rishingiz mumkin. Holatda mashinamiz. Mashinamiz yurgan kilometri 76205 kilometr. Şimdi Android monitorlar qo'yilgan. Xullasi mashinamizni rasxodi kami ko'sti yo'q. Klaplarına ko'chdimagan ko'rib turganlaringizdek. Yan taraflardan ko'chdigan emas sistemasi. Bu mashinamiz narxini naqd pul bilan kelsangiz 122 million atib qo'ydik. Agar kreditga chiqarib olaman desangiz, yili eskilik sababli 3 yil chiqadi. 38 million bilan chiqadi kreditga. Oylik to'lovlaringiz 3 million 800 dan boshlanadi birinchi oyingiz, oxirgi oyingiz 106 ming so'mda tugaydi. Kimga shu mashinamiz qiziq bo'lsa, Bag'at tuman Gayni ro'parasindagi Bag'at Avtolider salonida xohlasanizlar bizda boshqa turdagi avtomobillar ham bor. Bizda naqd pul, avtokredit, barter xizmatlari bor. Ekranda telefon nomerlar qoldiramiz, bemalol bog'lanasiz. Hammangiz salonimizda kutib qolamiz.